Beşiğimizi başlayımız hürmetlik vatandaş birinci islağa. 2021 birinci ayının 17. günü. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaş. Cungo Komiteti. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisidagi Cungo Komiteti. Biz Uyg'urlarga tonish komitet bu yillik doklad e'lon qildi. Beijing Xinjiangda irq yo'qotish jinoyati o'tkazdi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 1-ayning 15-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Sizlar buni anglab bo'ldinglar, shuna olsin men so'zlashim kerak sabab bu bir jiddiy ish vatandoshlar biz talab qildik, Uyg'urlar talab qildik, hammamiz talab qildik. Bu qatim mushu hukumat almashish paytida Prezident Trump hukumatining mushu qarorini chiqarishini, masalan Xitoy kommunistlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar qaratgan siyosat so'yqaram. Yani tozalash xarakter, etnik tozalash xarakterlik siyosat deb bekitishini talab qildik. Hozir endi bu Prezident Trumpning bevosita og'zidan chiqmadi. Shundaqla davlat ishlar kotib Mike Pompeoning og'zidan bevosita chiqmadi. Undaqda bu da qolaysiz bo'lib qoldi. Ahvol o darajaga yetsa bu qolaysiz bo'lib qoldi. Dal joyida. Mushu kunda bu siyosat Davlat Majlisi ma'muriylar va Davlat Majlisi Cungo Komiteti. Demak, ma'muriylar aralashgan Davlat Majlisi Cungo Komiteti buni xabarni e'lon qildi vatandoshlar. Davomlashtirimiz başlandı. Xabar mundaq başlandı. Amerika Davlat Majlisi va ma'muriylardan tashkillangan Cungo Komiteti CECC haftaning 4-kuni, ya'ni 1-ayning 14-kuni yangi doklad e'lon qilib, Cungo Partiyasi hukumatining o'tgan 1 yil ichida kishilik huquqqa tajovuz qilgan bir qator harakatlar, erkinlikni bostirish harakatlari misol keltirildi. Ve Şangay'da, Hong Kong'da, Xinjiang'da bu hareketler intayin eğer elip verildi dep görsetti. Dokladda mundaq görüstüldü. Yeni paketler görsetti ki Beijing dairleri Xinjiang'da irq yo'qotish jinoyati o'tkazgan bo'lishi mumkin. Bu bir parça Cungo'da kishilik huquq ve qonun bilan boshqarish ahvollariga munosabatlik 2020-yillik dokladda mundaq ko'rsatildi. Cungo hukumati va Cungo Partiyasi tekshirish, propoza qilish orqali o'zlarining kishilik huquqlarini joriy qildirgan kishilarni o'z maylicha qo'lga olib, nazarband qilib, Cungo jamiyatida bostirish harakatini kuchaytirdi. Bastırış siyaseti bu nokta. Xinjiang Uygur Avtonom Rayonida mustamlik Uyg'uristonda dog'dug'iliq qilib berildi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. U yerda Xinjiangda yangi o'tirg'i chiqqan paketlar shuni ko'rsatdiki, insoniyatga qarshi jinoyat, hatto mumkin irq yo'qotish hozir yuz beryapti. Davlat Majlisi Cungo Komitetining dokladi 2020-yillik dokladi. Dokladda mundaq tilg'ilindi. Navbatda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida mo'ljallanishimizcha 1.800.000 nafar Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tungan va boshqa oz sonli millatlar hukumatning ixtiyoricha qo'lga olindi. Nazarband qilindi. Qonunning sirtida kollektiv nazarband qilindi. Bu kishilar majburiy emgakka tan jazosi berishga, siyosat, ideya, fikr singdirish harakatlariga duchor bo'ldi. O'tgan 1 yilda Cungo hukumati kishini cho'chitadigan, tarixda aslo ko'rilib boqmagan harakatlarni qo'llanish orqali Cungoning kishilik huquq qonun bilan boshqarishini tarmar qildi. Cungo Komitetining raisi Demokratlar Partiyasi mansubi Jan McGovern bayonotida mundaq ko'rsatdi. Amerika davomli Cungo xalqi bilan bir safda turishi lozim.
dunyoga rahbarlik qilib, ittifoqlashtirib, birlikda va bir safda turib, Jungo hukumatining kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlariga taqobil turishi lozim.